Hello barchaga. Sizlar bilan Endirix. Bugun biz Orolda 100 kun yashab qolishga harakat qilamiz. Yana hardcore'da. Qani olg'a boshladik. Xo'sh, menda hozircha 4 ta daraxt bor ekan. Biz bundan craft table yasab olamiz. Mana yasab oldik. Xo'sh, endi bizda mana shunday mo'jazgina kichikgina qishloq bor. Bu yerda bitta golem ham bor ekan. Xo'sh. Biz avvalo o'zimizga kerak narsalarni yasab olishimiz kerak. Qilich, bolta, kirka, shunga o'xshash narsalar. Avvalo biz birinchi kirkani yasab olamiz. Endi tosh kavlashga o'tamiz. Mana toshlarni ham yig'ib oldik. Endi bulardan biz o'zimizga kerak narsani yasab olamiz. Lapata, kirka, qilich, voy bolta yetmay qoldi. Hech qisi yo'q. Hozir tosh qazib olamiz. Mana boltamiz ham tayyor. Xo'sh, endi bir qishloqni ko'rib chiqamiz. Oziq-ovqat yig'ish kerak. Mana bu yerda ozgina samon bor ekan. Samondan yig'ib olamiz. Non uchun. Mana xo'sh, yana nimalar bor ekan? Mana bu yerda golem bor ekan. Xo'sh. Ha bitta samon ham olamiz. Va bularda o'zimizga non yasab olamiz. Mana nonlarimiz ham tayyor. Endi uni yeb olamiz. Xo'sh, endigi ishimiz qishloqlarni qarab chiqamiz. Uylar nimasi bor, nimasi yo'q. Xo'sh, uy xaritachi uy ekan bu yerda. Xarita bor ekan, qog'oz va kompas. Ularni ham yig'ib olamiz. Voy. Xo'sh. Mana bu yerda kichkina koncha bor ekan. Bu yerga ham kiramiz. Xo'sh. Bizda temirchining uyi bor ekan. Naq ikkita temirchining uyi. Xo'sh, kirib olamiz. Va bu yerda bizga kerak bo'ladi obsidian bor ekan. Va temirdan kirka, qilich bor ekan, astaxalar va xaltacha va oltin. Bular hammasini ham uxlatamiz. Va keyingi uychaga kirib ko'ramiz.
Xo'sh. Mana barcha nollarni yig'ib olamiz. Olma bor ekan. Oltin. Mana bu yerda ozgina mis bor ekan. Mana shuni qazib olamiz. O'zimizga boshlang'ich narsalar yasab olish uchun misdan. Astaxalar, shunga o'xshash narsalar. Mana 19 ta mis bor bizda hozircha. Qolaveradi, yetadi hozirchalik. Xo'sh. Mana bu yerda bitta ko'mir bor ekan. Uni ham qazib olamiz. Xo'sh, endigi ishimiz o'zimizga pechka yasab, mislarni eritib olishimiz kerak. Boshlang'ich narsalar uchun bizda 13 ta tosh bor ekan. Va biz bundan bitta pechka yasab olamiz. Va mislarni eritamiz. Mislar erigancha biz o'zimizga sandiq yapishimiz kerak. Sandiq uchun taxta kerak ekan. Borib taxta chopib kelishimiz kerak, daraxt. Bu yon atrofda daraxt topmasak kerak. Mana bu yerda kichkina portal bor ekan. Portalda esa bitta oltin blok ham bor ekan. Hali kelajakda bu yerga ham kiramiz. Mana bu yerda bitta daraxt bor ekan. Mana buni chopib olamiz. Mana bizda mana shunaqa mod bor. Kimga kerak bo'lsa, yozib qoldiring izohlarda, biz sizga jo'natib qo'yamiz. Va shunga o'xshash turli xil modlar ham bor. Va mana shu atrof muhitni qo'shadigan modimiz ham bor. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi va uni bildirib qo'yasizlar. Izohlarda. Xohlasangiz qo'shib qo'yamiz, xohlasangiz yo'q. Kimgadir oddiy Minecraft yoqadi, kimgadir mana shunaqa. Izohlarda yozib qoldiring. Xo'sh. Endi biz pechkaning yoniga borib olamiz. Mislar erigan bo'lsa olamizda, astaxara yasab olamiz o'zimizga. Himoya uchun. Mana hozir 4 ta temir eribdi. O'zimizga sandiq yasab olmasak, narsalarimiz sig'mayapti. O'zimizga 2 ta double sandiq yasab olamiz. Mana shu yerga qo'yamiz. Va o'zimizga kerak bo'lmagan narsalarni mana shu yerga sivamiz. Mis hozircha kerak. Keyin qo'yamiz. Olma, non. Temirdan qilich va yog'och. 4 ta obsidianni ham solib qo'yamiz. Yog'och. Taxta kirkan o'rniga temir kirkan olib olamiz. Mana shunday. Va qilichni ham. Va mana kechqurun tushmoqda. Biz bu kunni uxlab o'tkazib yuboramiz.
Mana tank otdi. Chiroyli tank. Ha, vaqtda zombi bor ekan. Zombi bilan birga bir jang qilib ko'ramiz. Voy, ana o'zi o'lib qoldi bizni ko'rib. Mana hech kisi yo'q. Mislarimizni qaraylikchi eribmikan. O'zimizga aslaha yasab olish uchun. Mana bu yerda shitlar zombiga aylanibdi. Bularni o'ldirib yuborish kerak. Mana bittasini qarab kelyapti. Mana bu yana bitta bor ekan. Ikkita ekan bular. Sprey ham bor ekan. Bu yerdan qochmasak bo'lmaydi. O'lib ketishimiz hech gap emas. Mana bu golemga qarang, golemga. Yurishiga qarang buni. Ana tushuncha skres zombilar bor, buni yurishiga qarang. Nima ham derdik? O'zimizga mislarni olamiz. Jami 15 ta mis bor ekan. Bularda o'zimizga kerakli aslahalarni yasab olamiz. Ko'krak qalqoni, shilem, hozirchalikka bo'ladi. Xo'sh. Bu videoda hozircha shular. Yana qanaqa videolar chiqsin, yo'lmasa mana shu kartani davom ettiraylikmi? O'zingiz izohlarda yozib qolding va like va obuna bosib qo'yishni ham unutmang. Hammangizga